Uchxonaga Yunusobod 4-kvartal Krug avtosalon oldida mana bunaqa chiroyli 24/7 turistik ko'cha bor. Shuni yonida mana Sezam Gardeni bilasizlar, turetskiy, zo'r kuxnya, bu yerga joylari zo'r. Shuni orqasida mana dom turibdi, g'ishli dom, 4 etajli. Shu yerda bir xona, 2 xona qilingan, yaxshi remontlari, ichidagi narsalar bilan uy chiqqan joy, zo'r joy. Hozir sizlarga ichini ko'rsataman. Mana xush kelibsizlar, bunday eshikni ochaverasizlar. Mana kirganda to'g'rida zal, 315 ga 520 zal, remontlari bilan mana ichida hamma narsalar bor. Yerda ham gilamlarni ham solib berishadi. Konditsioner, g'ishli uy, bir xona, 2 xona qilingan. Bu planirovkada hammom tualeti bitta bo'ladi, mana remontlari tayyor. Shunday kirasizlar. Mana kirib yashaysizlar yoki ijaraga odamni qo'yib yuborasiz. $400 ga indamay turadi. Mana kiradigan mashinalari bor, холодильник, kuxnялari, balkon 2 ga 6, mana to'silgan ovqatlanadigan joy. Mana bu yerda mana kak balkon yarmi yana bitta xona qilib yuborishgan. Bir xona, 2 xona qilingan g'ishli ipotekaga ham, naqdga ham. Xo'sh, narxini aytaman sizlarga. Narxlar yaxshi narxlarda, joylari zo'r, 3-etaj, 56.500 narx. Pastki nomerga telefon qilinglar. Bemalol kelib, ko'rib, baraka qilib yashaylik, tamom.